To'xtang. Hozir hammamiz bilgan funchoza salatini o'zimiz stilimda tayyorlab ko'rsatib beraman. Necha yillardan beri bu salat xalqimizning sevimli salatlaridan hisoblanadi. Hamma bu salatni o'zining uslubida tayyorlaydi. Kimdir go'sht soladi, kimdir qiyma soladi, kimdir qorin solib tayyorlaydi. O'zi funchozani originali qanaqa bo'ladi? Biladiganlar bo'lsa kommentariyaga javobinglarni yozib yuboringlar. Birinchi marta funchoza yeganingizda necha yosh bo'lgansiz? Aytgancha, sizlar ham funchozani pintozada katta bo'lganmisizlar? Bu videoni pintozani yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa saqlab qo'yinglar, yaqinlarga tarqatinglar, like bilan podpiska esdan chiqmasin. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Seviyor